Assalomu alaykum qadrli Jack Motors obunachilari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda polnusi narx-navo haqida gaplashamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek M3 8+1 odam oladi. Motor ob'yomlari 1.8 136 ta ot kuchi bor, metan propan sonovka bo'ladi. Xo'p, narx-navosi haqida gaplashsak, 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha avtokredit bor. 35 dan 60 gacha 6 oylik rassrochka bor. 60% to'lov qilsalaring 10 oylik rassrochka qilib beriladi. Endi muddatli to'lovga xarid qilsam bo'ladimi degan akalarimiz uchun albatta bo'ladi. Buni foiz stavkalarini batafsil ma'lumot olish uchun o'zimizni aloqa nomerlarimizga telefon qilsalaring batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, M3 ga nisbatan komfortliroq variant oqtarib yurgan akalarimiz bo'lsa, M4 gabarit jihatdan ustun, komfort jihatdan ancha ustun bo'ladi. Ya'ni 2 atmosferli motor, 144 ta ot kuchi, salon kojinli polnusi, kreslolar, sidenalarda farqi bo'ladi M3 ga nisbatan. Xo'p, yana deyarli shu. Balonlari 16 razmerda. Diskiy tormoz bo'ladi, to'rtalasi ham. Ya'ni M3 ga zatni, xo'p, baraban tormoz. Endi narx-navosi 243 million so'm aytildi. Xarid qilish usullari naqd bilan avtokredit. Ya'ni 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga xarid qilsalar ham bo'ladi, 25% boshlang'ich to'lovda. Xo'p, endi muddatli to'lovga xarid qilsalar ham bo'ladi. Foiz stavkalari haqida ma'lumot olish uchun aloqa operatoriga telefon qilaverasizlar. Xo'p, yana ko'rib turganlaringdek, yangiliklardan bittasi Jack J8. O'sha ko'pchilik kutgan 7 kishilik crossover, oilaviy crossover desa ham bo'ladi. Zamonaviy dizaynda ancha komfortlari qo'shilgan, o'zgarishlar bo'lgan, 1.5 turbina, 182 ta ot kuchi, 7 kishini polnus sig'diraveradi, 9 zona klimat kontrol bor. Xo'p, abagrev, obduv, elektronik sideniya. Xo'p, rasxodlari atiga shahar ichida, shahar tashqarisida desa ham bo'ladi, 8-9 ta. Sredni olib aytganda. Xarid qilish usullari naqd hamda avtokreditga 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga xarid qilsalar ham bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 25%. Jack RF8 2 litr turbina motor bilan jihozlangan, 250 ta ot kuchi bor. Xo'p, bu mashinaning komfortini o'zi ko'pchilik biladi. Kia Carnival, xo'p, Kia Carnival bilsalaring, qanaqa komfortini bilasizlar. Bu Kia Carnival komfortini beradi, lekin Kia Carnival yarim narxiga. Narx-navosini bilishni xohlagan akalarimizga shunday pastda nomer qoldiramiz, aloqa qilsalaring, gaplashib o'tamiz. Endi ishlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Shu bitta knopkada ikki tomonda eshiklar ham ochiladi, mana ko'rib turganlaringdek. Elektronik sidena, abagrev, obduv, o'rtada kapitanskiy sidenalardan ham bor. Hamda massajgacha qiladi. Nima deyapti akalar? Bunaqa komfort ancha-muncha joyda yo'q. Endi salonda dizayniga bitta baho berib qo'yinglar. Voy, bunaqasi vashti. Kia Carnivalda yarim narxiga ancha-muncha joyda topamiz to'g'risi. Xo'p, endi Jack G7 12 tipliga Jack G7'imiz ham bor. Ya'ni 1.5 turbina, 136 ot kuchi, rasxodi 8.5 ta shahar ichi, 6.5 ta shahar tashqarisida. Metan propan sonovka bo'ladi. Xarid qilish usullari naqd hamda avtokredit. 1 yildan 5 yilgacha 25% boshlang'ich to'lov bilan bemalol olib ketaverasiz. Ya'ni 69 million so'm bilan kelsalaring bo'ldi. Mashina sizlarniki. Shuni chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Endi tashqarida assortiment ko'rib turibsizlar. M3, M4 dan umuman muammo yo'q. Xohlagan ranglaring yetarlicha bor. Seri, oq, hamda qora ranglar, mana misol uchun o'zi 3 xil rangi bo'lsa, hamma rangidan bor. Xo'p, ko'rib turganlaringda akalar, Jack X200 tentovka. Bu modelimizga xarid qilish usullariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, buni o'zi hamma biladi. Xalq o'zi xarakteristikasini zo'r o'rganib oldi. Xo'p, to'lov usullari rassrochka ochildi. Sizlar kutgan narsa rassrochka ochildi. Ya'ni 70% boshlang'ich to'lov qilasizlar, 30% ni 1 yilga, oyiga 6.5 million so'mdan bo'lib beramiz. Xo'p, naqdga, rassrochkaga, avtokreditga hamda muddatli to'lovga xarid qilsalar ham bo'ladi, ya'ni halol nasiyaga.
Avtokreditga 1 yildan 5 yilgacha 25% boshlang'ich to'lov kesalarni sirasi chiqarib beramiz 2 soat. Ya'ni endi sizlarga adreslarimiz haqida bitta to'xtalib o'tadigan bo'lsa, tantanani chorrahasi ko'rib turibsizlar akalar. Registon o'quv markazining ro'parasida joylashgan Jack Motors Farg'ona filiali. Xo'p, kimga servis, zapchast, umuman mashina sohasida nima kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan menejer Muhiddin bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.